Assalomu alaykum. Meni ismim Shohrux. Bugun Neocam kompaniyani Aziz mahsulotini komplekt variantini ko'rib o'tamiz. Keling, ochib ko'ramiz. Komplekt ichida 18 metrli simlari bo'lishi kerak, tok uchun. Har bitta kameraga o'zining simi bor. Shu orqali rozetka yo pitание beramiz kameralarga. Bu yerda bu enver настройкалari, enver blok pitaniyasi va mishka. Enver orqali boshqarishga. Mana bu bizning enver. Bu enver kameraning diapazonini kuchaytiradi. Va kameralar bir-biriga uzoq masofadan bemalol ulana oladi bu enver orqali. Har kameraning ichida uzun blok pitaniyasi bo'ladi. Nakleykasi bo'ladi. Bu montaj devorga qotirayotganingizda nakleykani yopishtirib turib, devorni teshish oson bo'lishi uchun. Mana blok pitaniyasi kameraniki va qotirish uchun shuruplari. Komplekt ichida hammasi odam o'zi o'rnatish uchun hamma sharoit yaratilgan. Komplekt ichida S3WN kameraning modeli kirgizilgan. Komplektni ochdik. Mana endi kameraning to'g'risida aytib o'tamiz. Bu kamera S3WN. Mikrofoni bor, datchik движенияsi bor. Kimdir kelsa telefoningiz xabar jo'natadi. Wi-Fi diapazon ikkita antennasi kuchli. 20 metrgacha eng slabый Wi-Fi routerga ulana oladi. Wi-Fi diapazoni undan uzoqroq joyga qo'ymoqchi bo'lsangiz, katta uyga, dacha, katta korxonalarga, ofisga enver orqali diapazon, Wi-Fi diapazonni kuchaytira olasiz. Enver nima uchun kerak bo'ladi? Bular kameralar uchun. Enver bu yerga xotira, 4 ta kamerani xotiralarni bitta joyga saqlash uchun kerak bo'ladi. Enver orqali Wi-Fi diapazoni, yana bir marta aytaman, Wi-Fi diapazoni kuchaytirish uchun bu ochiq joyda 50 metrgacha kuchaytirib beradi. Va monitorga chiqarish uchun enver kerak bo'ladi. Eng muhimi, bu kameralar faqat tok orqali ishlaydi. Wi-Fi orqali internetga ulanadi. Ulanish oson. Bir-biri bilan aloqa tuzilishi Wi-Fi orqali bo'ladi. Enver simsiz ishlaydi, kameralar simsiz ishlaydi. Kameralar telefonga ulanib va ishda bo'lib turib, uyda bo'lib turib, ishxonangizda nima bo'layotganini, uyingizda nima bo'layotganini telefoningizdan hammasini ko'raverasiz. Nimadir bo'lsa, telefoningiz xabar jo'natadi va telefon orqali qilgan zapisini ko'raverasiz. Agar bizning kameralarimiz yoqqan bo'lsa, neocam saytiga, neocam.uz saytiga kirib onlayn buyurtma qilsangiz bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bor bo'lsa, nomerlarimiz ko'rsatilgan. Ko'rishguncha xayr.